Ip bu tikuvning tomiridir. Oldinga va orqaga o'tkazilgan har bir ip madaniyatlar aralashmasiga olib keladi. Har bir tikuv butun dunyodagi odamlarning go'zallikka bo'lgan umumiy istagini ifodalaydi. Ishlab chiqarish jarayonida tikuv mashinalarida ipning uzilishi odatiy holdir. Ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi va ko'p qayta ishlash talab etiladi. Tikuv mashinalari uchun ipning uzilmasligi shart. Shuningdek, butun dunyodagi odamlar o'rtasidagi do'stlik istagi kuchayishi kerak. Jack har doim ilg'or texnologiyalardan xabardor bo'lgan va tikuv mashinalarini yuqori texnologik ko'rsatkichlar bilan jihozlagan. Tikuv jarayonida ipning uzilmasligiga ishonch hosil qilgan. Doimo tikuv fabrikalarining sifatli rivojlanishiga ko'maklashgan. Jack har doim qat'iy va o'zgarmasdir. Sanoatdagi eng asosiy va muhim muammolarni hal qilmoqda. Sifat bo'yicha yetakchi va dunyoda birinchi raqam.